Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Arab dunyosi inqilobiy o'zgarishlarga yuz tutar ekan, eski tuzumlar qulagan mamlakatlarda endi boshqaruv qanday bo'ladi? Ayrim olimlar nazarida Turkiyaning dunyoviy demokratik tizimi musulmon jamiyatlari uchun namuna sifatida xizmat qila oladi. AQSh armiyasining iste'fodagi polkovniki Ostin Bey Turkiya Respublikasi asoschisi Mustafa Kemal Otaturk yaratgan tuzum haqida bir kitob yozdi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev. Amerikada Mustafa Kemal Otaturkni Ostin Beydan yaxshiroq biladigan, ko'proq sevadigan inson bo'lmasa kerak. Sobiq harbiy buyuk turk arbobining tarjimai holi bitilgan so'nggi kitob muallifidir. Ko'plab musulmon davlatlar Turkiyaga havas bilan qarashi sir emas. Bu juda ham jonli jamiyat, madaniyati boy, iqtisodiyoti gurkiragan. Turkiyada dunyoviy demokratik jamiyatning barpo etilishida Otaturkning hissasi katta, deydi Ostin Bey. Turkiya Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchragach, hokimiyatga general Otaturk keladi. Dunyoviy demokratiya Turkiya tashqi va ichki siyosatidagi eng kuchli va eng muhim omil. Islomiy yo'nalishdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi vakili, Turkiyaning amaldagi bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'an ichki siyosatda Otaturkning dunyoviy tamoyillariga ba'zida qarshi chiqayotgandek ko'rinadi. Ammo yaqin sharqqa safari chog'ida Turkiyaning siyosiy tizimini namuna sifatida keltiradi. Erdo'g'an o'tgan yil sentyabrda Misr, Tunis va Liviyada bo'lganida inqilobni boshdan kechirgan bu davlatlarga dunyoviy demokratiya qurishni tavsiya qilgan edi. Erdo'g'an men dunyoviy odam emasman, ammo dunyoviy demokratik davlatda bosh vazirman deydi. Biroq razvedka ma'lumotlari bilan ish ko'ruvchi Stratfor xususiy kompaniyasi rahbari Reva Bxalaning aytishicha, bir davlat tizimini boshqa mamlakatlarga ko'chirish oson emas. Turkiya o'zini islom dunyosida namuna qilib ko'rsatishga, Yaqin Sharq davlatlari va G'arb o'rtasida vositachi bo'lishga harakat qiladi. Bu davlatlar ulkan o'zgarishlarni boshdan kechiryapti, ammo nazariya bilan amaliyot o'rtasida katta farq bor. Reva Bxalaning aytishicha, repressiv rejimlarga qarshi kurashayotgan muxolif guruhlar xalqaro yordamga muhtoj, ammo tashqi kuchlarga tobe bo'lishni istamaydi. Ular o'z milliy manfaatlarini o'ylaydi. Turkiya va shu kabi yirik davlatlar chizgan chiziqdan yurmoqchi emas. Ammo deydi Mustafa Kemal Otaturk haqidagi kitob muallifi Ostin Bey, arab davlatlari Turkiyaning boshqa xususiyatlarini o'ziga olishi mumkin. Masalan, Otaturkning ma'rifat kuchiga ishonchini, deydi muallif. 1923-yilgi nutqida Otaturk ma'rifatni farovonlikka yetaklovchi omil deb, Turkiya bunga o'z kuchi bilan erishishi kerak degan. Turkiyada iqtisodiy o'sish yiliga 7% ko'p ekan, buning asosiy sababi, deydi Ostin Bey, ma'lumotli turk yoshlaridir. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Eslatib o'tamiz, internetdagi saytimiz sizga muntazir. U yerda nafaqat Amerika siyosati va hayoti, balki xalqaro maydondagi muhim o'zgarishlar, qolaversa Markaziy Osiyodagi yangiliklar, o'zingiz yashayotgan mamlakatdagi muammo va yutuqlar haqida ham ko'plab tahliliy maqolalar, intervyu va sharhlar, radio va telereportajlar bilan tanishasiz. Dasturlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Mavzular yuzasidan fikr bildirishingiz va boshqalarning mulohazalarini o'qishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan, shu bois muqobil adresimiz bor: yangilik.com. U ishlamasa biz bilan bog'laning, yangi manzilni ko'rsatamiz. Bu adreslarni ishlatayotganingizda Sifon degan programma chiqadi. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Shuningdek, rus tilidagi Mo'ymir va Vkontakte. Qolaversa, G'arbda asoslangan Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.